Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Turon bank hamkorligida Buxoro viloyati Qorovulbozor tumani Bo'zachi mahalla fuqarolar yig'ini turda amalga oshirilmoqda. Bu yerda tarvuz ekilgan. Maydon 7 gektar, uzunligi 500 metr, eniga 300 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Ekinlar bir kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'uriladi va tabiiy mineral yog'lar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 15 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 4 gektar, ya'ni 4 keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun tadbirkor Qorovulbozor tomonidan xizmati kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 35 tonna, jami 245 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalarining daromadlari oshirilishi rejalashtirilgan.